Keyin boramiz. Suv bor. Suvdan o'tsak bo'ldi. Suvdan o'tish oson emas. Hozir suvga tushib ketamiz. Bu suv hozir bundoq qisqa ko'ringan bilan hozir mana bizda bu metr turibdi. Atrofi mana yanagacha ham suvda. Hozir sakrasam suvga tushaman. Shuning uchun mana asalaridan ishlayotgan chaydan olib ko'rsatib qo'yaman. Mana lavanda ko'rdingizmi? Lavanda zamoni haqiqiy ishlayapti mana lavanda. Ko'rdingizmi? Lavanda nektardan mana asal olyapti. Ko'ryapsizmi? Ana lavanda успокаивающий. O'sha lechebniy gulda bu ham. Dikий lavanda mana ko'ryapsizmi?